Jahon chempionatidan keyin FIFA bitta qoidasini o'zgartiradi. Endi Barselona va Realning raqobatchiligi butunlay o'zgaradi. Videoning davomini ko'rishingizdan oldin menga obuna bo'lib qo'ying va bu sizga juda ham yaxshi imkoniyat. Men sizni Yevropaga prosmotrga olib boraman. Hozir har bitta ligada klublar uchun qoida va limitlari bor. Misol uchun Angliya klublarida xorijiy o'yinchilardan 10 tasi o'yna oladi. Ya'ni bu legioner degani. 25 ta o'rindan majburiy 8 tasi Angliya o'yinchilari bo'lishi shart. La Ligada ham xuddi shunaqa qoida bor, lekin Ispaniyada faqat 3 ta xorijiy o'yinchi o'yna olishi mumkin. Shuning uchun Real Madrid braziliyalik o'yinchilariga ispan pasportini qilib beradi. Aynan shu bo'yicha FIFA yangi qoida kiritadi. Endi 21 yoshgacha bo'lgan o'zining akademiyasidan chiqqan futbolchilarni o'ynashi shart bo'ladi. Aynan shu qoida bo'yicha Barselona bu mavsumda 65 ta o'yinchisini qo'ygan, Real Madrid esa 28 ta o'yinchisini o'ynatdi. Bu qoida juda ham zo'r chiqdi deb o'ylayman. Endi har bitta akademiya va klub o'zini o'yinchilarini ko'tarishga harakat qiladi. Siz qaysi akademiyada o'ynashni xohlardingiz? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.